Akalar, ikkitasini 15 ming so'mdan sotuvdik, to'g'rimi? Ikkitasini 15 ming so'mdan shu ananaslarni sotuvdik. Hozirgi kunda akalar, bir yashiga 500 ming so'mdan bo'lyapti. 500 ming so'mdan, donasi 40 ming so'mdan aylanadi sizlarga, 40 ming so'mdan. Bizani do'konlarga kelib, bir donasini 45 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ya'ni ilon otidan akalar. Xo'p, bugungi sanamiz 8-mart bo'ladi. 2026-yil bir dona ananas 45 ming so'm akalar. Narxi arziydimi, arzimaydimi kenajonlar yozib ketinglar. Xudo xolasa sizlarni ilon otida kutib qolamiz. Nechta ketyapti? Mana 50 ta viloyatga. Obarni ish bilan sotasizlar aka? 30 ming so'm. Hozir oling. Ha, yashiga endi tushundim. Xullas 530 ming yashiga berasa o'tdi. Alloh barakalarini bersin. Mana viloyatga 30 ming so'm. Menimcha juda ham zo'r narx. Sizlar uchun xudo xolasa xizmatdamiz. Do'konlarimizdan bir donasini 45 ming so'mdan xarid qilasizlar. Viloyat 530 ming so'm sotyapti. Biz 520 ming so'mdan yashigini beramiz do'konimizga. 520 ming so'mdan. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. 8-mart kuni soat 12 bo'ldi. Premyerni soat bozorimiz 2 da uzog'i bo'ladi.